O'z o'rtoqlari bilan bahs tufayli yerda o'rmalab yurgan qurtni og'ziga solib yutib yuborgan bola komaga tushib vafot etadi. 2010-yil avstraliyalik Sem ismli yigit o'zining o'rtoqlarining birining uyida tashkillashtirilgan kechki bazmga boradi. Bazmda Sem va uning o'rtoqlari bahslashib qoladi. Uning o'rtoqlari unga qarab yerdagi o'rmalab yurgan qurtni yo'qmisan, qo'rqasan deb aytishadi. Sem o'zining o'rtoqlariga qo'rqmasligini isbotlash maqsadida yerdagi o'rmalab yurgan qurtni og'ziga soladi va yutib yuboradi. Qurtni yutib yuborgandan keyin Sem qusishni boshlaydi. Uning ko'zlari qorong'ilashib, boshi aylanadi va oyoqlari unga bo'ysunmay qo'yadi. Uning o'rtoqlari Semni shifoxonaga yetkazishadi. Shifoxonaga yetib kelgan Semning ahvoli yanada og'irlashadi. Vrachlar qon tahlilini tekshirishganda Semning qonida Krissini cherv nomli parazit borligini aniqlashadi. Aniqlanishicha, Sem yutib yuborgan qurt mana shu parazit bilan kasallangan ekan. Sem ko'zini ochganda uning qo'llari va oyoqlari ishlamayotganligi, ya'ni paraliz bo'lib qolganligini biladi. Qondagi parazit miyagacha yetib borib, bosh asab tizimini butunlay ishdan chiqarib yuboradi. Buning natijasida Sem bir umrga to'shakka mixlanib qoladi. Uning onasi esa unga qarash uchun ishdan bo'shaydi va tunu kun unga e'tibor berishni boshlaydi. Afsuski, vrachlarning xatti-harakatiga qaramasdan, Sem 8 yildan keyin paraliz, bosh miya kasallanishi va zaharlanish tufayli bu dunyoni tark etadi. Sem vafot etishdan oldin bitta so'zni aytib o'tadi: "Ona, men sizni yaxshi ko'raman."